Yettinchi sinf O'zbekiston tarixi 10-11 mavzular. G'arbiy turk xoqonligi. G'arbiy xoqonlik ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jihatdan sharqiy xoqonlikdan mutlaqo ajralib turardi. G'arbiy xoqonlik aholisining kattagina qismi o'troq dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan mashg'ul edi. 7-asrning birinchi choragiga kelib g'arbiy xoqonlik taraqqiy etadi. Xoqon To'niya bug'u hukmronlik qilgan davrda boshqaruv tartiblari isloh qilinadi. Viloyat hokimlarini xoqonlik ma'muriyati bilan bevosita bog'lash va ularning ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida mahalliy hukmdorlarga xoqonlikning yabg'u unvoni beriladi. Shahar aholisi hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan mashg'ul bo'lgan. Kulolchilik, to'qimachilik, sarrochlik, misgarlik, chilangarlik, temirchilik va zargarlik taraqqiy etgan. Hunarmandlar yasagan zeb-ziynatlar va qurol-yarog'lar xilma-xilligi bilan nihoyatda puxtaligi bilan ajralib turgan. Xitoy manbalari. Garchi turklar doimiy yashash joylariga ega bo'lmasa ham, lekin ularning har birida ajratib berilgan yer borligi haqida ma'lumot beradi. Aynan mana shunday ajratib berilgan yerlarda dehqonlar mavjud suv manbalari hamda lalmikor yerlar imkoniyatidan foydalanib, asosan donli ekinlar yetishtirganlar. Mevali daraxtlardan bog'-rog'larga alohida ahamiyat berganlar. Manba tili bilan aytganda, mevali daraxtlar savlat to'kib turgan. Xoqonlikda qabila va elatlarni birlashtirish va boshqarish, soliqlar va o'lponlarni o'z vaqtida yig'ib olish uchun maxsus ma'muriy va harbiy-siyosiy boshqaruv tizimi joriy etilgan. Xoqon o'z noiblari, tutunlar yordamida mahalliy mustaqil hokimliklar ustidan nazoratni kuchaytirgan. Xoqonlik o'z ehtiyoji va hayotiy zaruratidan kelib chiqib, quyidagi islohotlarni amalga oshirgan. Birinchisi, o'nlik tizimni yaratish. Ikkinchisi, vassal hokimliklar hududida o'z qarorgohlarini barpo etish. Uchinchisi, davlat boshqaruvini takomillashtirish va boshqalar. G'arbiy turk xoqonligining Suyab, ya'ni Oqbishim, Beshbaliq, ya'ni Turfan, Iktoq, ya'ni Sharqiy Turkiston kabi shaharlari xoqonlikda qarorgoh vazifasini bajargan. Davlat boshqaruvida xoqonlikning barcha bo'g'inlarida lavozim egalari harbiy unvonga ega bo'lishi shart bo'lgan. Xoqonlikning markaziy boshqaruv tizimi asosan davlat osoyishtaligini saqlash, davlat sarhadlarini kengaytirish, soliq tizimi, ichki va tashqi savdo, diplomatik munosabatlar va boshqalar bilan mashg'ul bo'lib, zabt etilgan hududlardagi boshqaruv tizimiga ma'lum darajada erkinlik bergan. Shuning uchun ham Farg'ona, So'g'd, Choch, To'xariston, Xorazm va boshqa mulklardagi boshqaruv tartibi asosan mahalliy sulolalar qo'lida bo'lgan. Misol uchun, So'g'd va Farg'onada oliy hukmdor Ixshet, To'xaristonda Malikshoh, Xorazmda Xorazmshoh, Keshda Ixret, Buxoroda Xudot, Usturushonada Afshin, Chochda Tudun deb atalgan. Markaziy hokimiyatga faqat boj to'lab turish bilan ular o'z mustaqilliklarini ma'lum darajada saqlab qoladilar. Turk xoqonligi davrida So'g'd hududlariga hozirgi Panjikentdan Xorazm Turk xoqonligi davrida So'g'd hududlariga hozirgi Panjikentdan Karmanagacha bo'lgan yerlar kirgan. Buxoro esa 7-asrdan boshlab mustaqil mulklar ittifoqidan iborat bo'lgan. So'g'dning mahalliy hokimlari ayrim vaqtlarda Choch va Xorazmning mustaqil mulkdorlari bilan birlashar edilar. Bunday yirik siyosiy birlashmalar ma'lum muddatlarda yirik shaharlarda o'z qurultoylarini o'tkazib turganlar. Farg'ona So'g'd siyosiy ittifoqiga kirmagan bo'lib, u alohida mustaqil davlat edi. Turk xoqonligi tarkibidagi turli xalqlarning yashash tarzi ham turlicha edi. Ko'chmanchi chorvador turklarda jamoatchilik an'analari kuchli bo'lgan. Ko'chmanchilarning asosiy mashg'uloti chorvachilik edi. Shahar aholisi hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan shug'ullangan. Hatto hunarmandchilik mahsulotlarini yasash uchun Farg'ona va So'g'dda oltin, temir, mis, Iloqda qo'rg'oshin, kumush va oltin,
Shahrisabzda tosh va tuz qazib olinardi. Savdogarlar orasida so'x savdogarlarining mavqei baland bo'lgan. 7 asrning birinchi yarmida G'arbiy turk xoqonligi bilan Xitoy o'rtasida ayniqsa iqtisodiy aloqalar faollashdi. Bu davrda Xitoyga 9 marotaba savdo elchiligi yuboriladi. Bir yilning o'zida Buxoro, Samarqand, Ishtixon va Ustrushona, ya'ni Jizzax va O'ratepa viloyatlaridan birlashgan juda katta savdo karvoni Xitoyga yetib bordi. Bu davrda ham yurtimizda moddiy va ma'naviy madaniyatning yangidan-yangi betakror namunalari yaratildi. Turli olimlar, mutaxassislar bahsiga sabab bo'lgan Turk-Runiy, Orxon-Yenisey yozuvi, Kultegen bitiklari, Bilga Xoqon yodnomasi va shu singari noyob topilmalar turk yozma madaniyatining qadimiyligi va rang-barangligidan guvohlik beradi. Turon zaminida turkiy yozuv bilan bir qatorda Sug'd va Xorazm yozuvlari ham keng qo'llanilgan. Sug'd yozuvi chapdan o'ngga qarab yozilgan. Shaharlarda Sug'd turk ikki tilliligi rasmiy odat bo'lganligi haqida Mahmud Qoshg'ariyning Devoni lug'ati turk 11-asr asarida ham qayd etib o'tilgan. Bu yozuvlarda ulug' ajdodlarimizning qadimiy tarixi, boy madaniyati bilan birga Navro'z bayramiga oid ma'lumotlar ham aks etgan. Bugungi kunda milliy bayramimiz bo'lgan Navro'z ham o'sha davrlarda keng nishonlangan. Turk xoqonligi davrida O'rta Osiyoda dehqonlar tomonidan yerlarni egallash jarayoni tobora avj olib, zulm kuchayadi. O'z yer mulkidan ajralgan kashovarzlar mulkdor dehqonlar asoratiga tushib, qaram kadivarlarga aylanadi. Qashshoqlik, jabr, zulm va dehqonlar asoratiga qarshi aholi bosh ko'tarishga majbur bo'ladi. Shunday xalq qo'zg'olonlaridan biri Buxoroda yuz beradi. Qo'zg'olonga Xoqon xonadoniga mansub Abro'y boshchilik qiladi. Qo'zg'olondan vahimaga tushgan mulkdor dehqonlar va boy savdogarlar Buxoro viloyatini tark etib, Turkiston va Taroz atrofiga borib o'rnashadilar. Ular turk xoqoniga murojaat qilib, qo'zg'olonchilarga qarshi kurashda yordam berishni so'raganlar. Turk xoqoni Qoracho'rin o'g'li Sherikishvar, ya'ni El Arslon boshliq qo'shin yuboradi. Abro'y o'ldirilib, qo'zg'olon bostiriladi. Kadivar va xizmatkorlar o'z xo'jayinlari, ya'ni dehqonlariga qaytariladi. Dehqonlar va boylar bu viloyatdan qochdilar hamda Turkiston va Taroz yaqinida bir shahar bino qiladilar. Chunki Buxorodan qochib ketgan toifaning raisi bo'lmish bir katta dehqonning nomi Hamuk edi. Hamuk deb Buxoro tilida Gavharga aytiladi. Ket esa shahar, ya'ni Hamuket. Hamuk Gavharning shahari demakdir. Buxoro tilida katta odamni Hamuk, ya'ni falonchi Gavhar deydilar. So'ngra Buxoroda qolgan kishilar o'zlarining qochib ketgan sarkardalariga odam yuborib, Abro'yning jabr zulmidan qutqarishni so'radilar. Shunda sarkardalar va dehqonlar turklar podshohining oldiga bordilar. U podshohning nomi Qorajo'rin turk bo'lib, ulug'ligi sababli unga Buyog'u deb laqab bergan edilar va Buyog'udan arz zotlariga yetishni iltimos qildilar. Buyog'u Sherikishvar ismli o'z o'g'lini ko'p lashkar bilan yubordi. Sherikishvar Buxoroga kelgach, Baykantda Abro'yni tutib bandi qildi. Sherikishvarga bu viloyat yoqib qolib, otasiga xat yubordi va undan bu viloyatni talab qilib, Buxoroda turishi uchun ruxsat berishini iltimos qildi. Buyog'udan u viloyatni senga bag'ishladim degan javob kelgach, Sherikishvar Hamuketga odam yuborib, Buxorodan qochib ketgan kishilarni xotin va bola chaqalari bilan Buxoroga oldirib keldi. Sherikishvar Buxoro shahristonini qurdi. U 20 yil podshoh bo'lib turdi. Undan keyin bo'lgan boshqa podshoh Iskachkat, Sharx va Romtin qishloqlarini bino qildi. So'ngra Faraxshi, ya'ni Varaxshi qishlog'iga asos soldi. Ma'lumot Abu Bakr Narshahiyning Buxoro tarixi kitobidan. Abro'y qo'zg'oloni rassom Paydalov. Yana shu narsa diqqatga sazovorki, o'sha davrlarda ajdodlarimiz o'z avlodlari to'g'risida ham muttasil qayg'urganlar. Shu boisdan bola 5 yoshga to'lishi bilan uni bilim olishga yo'llab,
dastlab xat-savod va hisob-kitobni o'rganishga jalb etganlar. Bolalar balog'at yoshiga yetgach esa ularni dunyo tanish, savdo-tijorat ishlarini o'rganish uchun maxsus vakillar homiyligida boshqa davlatlarga yuborganlar. Sudlarda bolalar kaftiga tanga qo'yib, tiliga asal surtish odati bo'lgan. Turk xoqonligida ishlab chiqilgan jinoyatchilikka qarshi qonun hujjatlariga amal qilingan. Sodir etilgan jinoyat uchun jazoning asosiy turlari qatl etish, odam a'zolarini kesib tashlash, zararni to'lash, mol-mulk tarzida tovon to'lashdan iborat edi. Manbalarning ma'lumot berishicha, o'lim jazosi davlatga qarshi jinoyatlar uchun, ya'ni isyon ko'tarish, sotqinlik hamda nohaq yoki qasddan odam o'ldirganlik uchun berilgan. O'g'rilik yoki buzuqlik qilgan shaxsning qo'li yoki oyog'i kesilgan. Shaxsga qarshi qaratilgan boshqa jinoyatlar uchun yetkazilgan zararni 10 barobar qilib to'lash, jarohat yetkazgani yoxud mayib qilgani uchun mol-mulki bilan tovon to'lashga majbur etilgan. Shunday qilib, G'arbiy Turk xoqonligi o'z davrida keng hududlarga yoyilgan eng yirik davlatlardan biri bo'lgan. Uning hukmdorlari Xitoy, Eron va Vizantiya bilan bo'lgan munosabatlarda uzoq yillar o'z ta'sirini o'tkazganlar. Shu bilan birgalikda xoqonlik davri moddiy va ma'naviy madaniyati, uning nodon namunalari Turon zamini xalqlarining to'laqonli turmush tarzini o'ziga xos yo'sinda aks ettirib qolmasdan, bobo-kalonlarimizning yuksak ijodkorligi, izlanuvchanligidan ham dalolat beradi. 20-asr 60-yillarida Samarqandda avtomobil yo'li qurilishi jarayonida buldozer yer tekislash ishlarini olib borayotganida yer ostidan bir necha katta rangli devor bo'laklarini surib chiqaradi. Ularning nimaligini aniqlash uchun mutaxassislar taklif qilinadi. Mutaxassislar bu topilmalarni ko'rgan kechirganlaridan so'ng qurilish ishlari to'xtatilib, arxeologik qazishmalar boshlanadi. Natijada Afrosiyob, ya'ni qadimiy Samarqand shahri xarobalari joyi aniqlandi. Bir necha xonalar xarobalaridan ba'zilarining devorlarida rangli bo'yoqlar, tempera, ya'ni tuxum sarig'iga rangdor mineral upasi aralashtirib tayyorlanadi. Ya'ni temipera bilan ishlangan devoriy rasmlar topildi. Bularning ichida ayniqsa bir xonadan topilgani ancha yaxshi saqlanib qolgan. Devorlar supa xom g'isht va paxsadan bunyod etilgan. Xona to'rida taxtga o'xshash o'rindiq joylashgan bo'lsa kerak. Supaning o'sha qismi bo'rtib turganligi aniqlangan. Xona devorlaridagi rasmlarda shoh ayollari, Chag'oniyon, To'xariston, Sharqiy Turkiston, Choch, Chinumochin, Hindiston va boshqa mamlakatlardan kelgan elchilar olib kelingan. Ot, ulov, sovg'alar va ov sahnasi foydalangan. Suratlar nihoyatda nafis ishlanib, yuqori did bilan bo'yalgan. Bu ko'hna shahar dunyo ahamiyatiga ega bo'lgani uchun YuNESKOning butun jahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan va unda Samarqand madaniyatlar uchrashadigan makon degan so'zlar yozib qo'yilgan. Hubert Gezen, YuNESKO bosh direktori o'rinbosari, 2016 yil.